Barcha infarkt o'tkazgan bemorlar diqqatiga. Infarktdan omon qoldingiz. Hamma narsa shu yerda tugadi degani emas. Eng bemorlarimizda qiladigan ko'p xatosi infarktdan tuzaldim, og'irlik ketdi, hansirashlik ketdi, hammasi tugadi deb o'ylashligidir. Eng achinarli esa oldinda yana bitta katta infarkt bo'lishi mumkin. Bu infarkt bemorni hayotdan ko'z yumishiga sabab bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum barchaga. Men oliy toifali yurak jarrohi, tibbiyot fanlari nomzodi Ilhom Foybek Erkinovman. Infarkt o'tkazgan bemorlarimizning yuragida tomirlarni qaysi biridir yopilgan yoki yopilib ochilgan bo'lishi mumkin. Yurak tomirlarining holatini bilish uchun yurakda koronarografiya degan tekshiruvni o'tkazish lozim bo'ladi. Koronarografiya tekshiruvi natijasida bir yoki ikkita tomir zararlanadigan bo'lsa, albatta shu tekshiruvning o'zidagina bitta yoki ikkita stent qo'yish bilan yakunlanadi. Agar 2, 3 va undan ortiq tomirlarda zararlanish bo'ladigan bo'lsa, zararlanish yurakning boshlanish qismlarida bo'lsa yoki yopilgan tomirlarni ochish imkoniyati bo'lmaydigan bo'lsa, bunaqa holatlarda ochiq usuldagi operatsiya, ya'ni oyoqdan tomir olib yurakka ulaydigan operatsiya aorta koronarni shunchirni deydi. Aorta koronarni shuntash amaliyoti yoki AKSH amaliyotini o'tkazish kerak bo'ladi. AKSH operatsiyasi bemorlarning yuragidagi qon tomirlarini qaytadan tiklashga, qon oqimini qaytadan tiklashga yordam beradi va bemorlarning umrini uzoq bo'lishiga sababchi bo'luvchi operatsiya hisoblanadi. Aziz yurtdoshlar, ikkinchi infarktni hech qachon kutmang. Yaqinlaringizda va o'zingizda infarkt bo'lgan bo'lsa, darhol kardiolog va kardiojarroh maslahatini olishingizni tavsiya beraman. Men yurak qon tomir jarrohi sifatida o'z sahifalarimda aorta koronar shuntash operatsiyalari haqida muntazam ilmlarga asoslangan va dunyo olimlarining fikrlari bilan hamnafas bo'ladigan bilimlarni berib boraman. Siz va sizning yaqinlaringizga mening sahifalarimga obuna bo'lish foyda keltirishiga imonim komil. Salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.